30 yil avval mobil aloqa mo'jiza edi. Ilk qo'ng'iroq, birinchi so'zlar. Assalomu alaykum buvijon. Charchab qolmayapsizmi? Biz ulg'aydik, shaharlar almashdi, ammo har bir quvonchimizda bolalikda yangragan o'sha iliqlik. Allo, men o'qishga kirdim. Baxtli onlarimizni bo'lishardik. Chunki u tomonda kimdir mana shu lahzani kutishini bilardik. Qarang, u yura boshladi. Bugun biz shoshamiz, ekranda ko'p vaqt o'tkazamiz. Eng muhim so'zlar esa qo'ng'iroqda. Oddiygina Assalomu alaykum buvijon. Endi meni telefonim bor. Yusel har kuni biz bilan birga. Avlodlarni birlashtirib, har qo'ng'iroqda, har bir xabarda, har bir yaxshi ko'raman so'zida. Yusel 30 yildirki qalblarni yaqinlashtirayotgan aloqa.